Hammaga assalomu alaykum. Barcha dada va mashmashalarga chek qo'yish uchun biz ko'rishdik. Voqea to'liq tushunarli bo'lish uchun biroz oldinroqqa qaytamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bizning hozir vaqtimiz qisqa, o'shaning uchun qisqa qilgan holda hozir sizlarga o'sha bo'lgan vaziyatni tushuntirib beramiz. Tushunarliroq bo'lish uchun. Shunaqa. 25-martgacha Abbos mana oldimda bo'lgan bizning munosabatlarimiz, hamma narsa ish, hamma narsamiz, hamma joyida bo'lgan. Biz 25 martga qadar mana bu hamma narsamiz o'zimizni munosabatimiz haqida to'liq yaxshi bo'lgan. Hech qanaqa tushunmovchilik, xafagarchilik, unaqa narsalar bo'lmagan bizda. Keyin Abbos 25-da ketgan vodiyga va menga 6-da kelishini ham aytib ketgan. To'yim bor deb o'sha yerda. Shu narsa Abbos ketgandan keyin Shoir opam kelgan, ammam bilan o'sha doktorlar bilan suhbat qilishgan. Xullas menga xabar yetib kelishi bo'yicha Barchin opa bu holat uchun $50,000 undirsa bo'ladi deb gap aytgan. Shunaqa tema bo'lgan, to'g'rimi? Bu tema to'liq aytaman, shunaqa gap bo'lganmi? Bunaqa gap bo'lgan. Keyin undan keyin menga shunaqa xabarlar yetib keldi-ku, o'sha keyin o'sha holatdan sekin sizga men dilxiralik boshlanganda. Mana shu holat qanaqa bo'lgan aslida? Barchin men o'sha holatda meni qornim nekroz bo'lgan, qornimni biz juda ko'p doktor vrachlarga yuborganmiz. O'shanda Barchin ham o'zini tanish vrachlari, Arabistondagi vrachlarga yuborgan. Arabistondagi vrachlar u rasmni ko'rib, bu nekroz holati. Biz Arabistonda doktorlar xato qilib qo'yilgani uchun bizda bemorga nisbatan $50,000 nima deyiladi o'zbekchasiga anaqa? O'shabda endi. Mana shunaqa to'lanadi deb aytilgan. Keyin u joyda Shoir opam bo'lgan, men bo'lganman, yonimda yotgan o'sha o'zimni jiyanim bilan singlim bo'lgan. O'sha meni xolamda. Bu gapga qattan ishondim. Keyin Nihol opa keldilar-yu, o'sha men vodiydaman hali. Mashmashalar chiqishda boshladida, keyin Nihol opa kelgandan keyin Nihol opa doktorlardan pul so'ragan videosi yetib keldi menga, zapsi. O'shandan keyin men ikkalasini solishtirsiz, o'zingiz ham tashqi ko'z sifatida mana shunaqa gap eshitib turib, keyin uni zapsini eshitsangiz, bir-biriga to'g'ri kelyapti deb turib shubhalanasizmi? To'ppa-to'g'ri. Hamma, любой odam shubhalanadi. O'shaning uchun Abbos, men sizga bitta gap aytamanmi? Hozir o'sha Barchin shu gap aytgandan keyin bu yoqda Shoir opa aytgan, u Arabiston qonuni unaqa, biz O'zbekiston qonunimiz boshqacha. Bu narsa nimaligini bilmaymiz deb aytdik. Misol uchun menga bitta ayol yuborgan video audio zapisda Abbos seni mamlaqa dedi deyilgan, lekin xuddi shu so'zlarga Abbosga yuborganda u ayol ko'kosh seni shunaqa dedi degan audiolar bir-birimizga kelgan. Unga ham shu narsalar bo'lgan, lekin shaxsiy na meni yomonlaydigan audioim bor, na Abbosga yo'q hech qayerda. Shu biz birovlarni gapiga bir-birimizga ishonib qolib, bir-birimizga nisbatan yomon ko'rishlar, mana shu narsalar. Men bitta qornim bilanman, u meni yonimda yo'q. O'sha u meni 25-martgacha Abbos meni yonimda turgan. U paytda o'sha gematoma degan holatgacha doim yonimda bo'lgan. Undan keyin bilasizmi, mana bunaqa narsa bo'ldi. Men vodiyda yotibman-da, bitta narsani to'g'ri tushunishingizni so'rayman, xalqimiz ham to'g'ri tushunishini so'rayman. Oddiy inson sifatida yotibsiz-da, misol uchun sizni bitta bloger yomonlab chiqyapti, sizni sha'ningizga yomon gap gapirib chiqyapti-da. U siz bilan tanish, misol uchun bloger siz bilan tanish. Men o'ylayapmanki, nahotki meni gapirtiryapti, shunga yomonlayapti deyapman-da. Keyin siz o'sha aytgan ayol bor-ku, o'sha ayol menga keldida, ko'kosh unga, u blogerga bir marta ham kelmadi, xabaromad deb aytgan. O'shaning uchun u seni yomonladi degan. Tushundingizmi? U sizni yoningizdagi ayol bo'lgan-ku, endi siz oldingizda yurgan, men videolarda ko'rganmiz-ku, o'shandan keyin men to'laqonli ishonib turib, nahotki men o'zim partnyorim meni shunchalik yomonlattirsa deb turib, sizdan qattiq jahlim chiqib, sizdan xafa bo'ldim. Keyin siz intervyu berganimdan keyin xafa bo'libsiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Mana shu intervyu masalasini men sizga keltirib berdim. Intervyuni men hech qachon bermoqchi bo'lmaganman. Men hamiyatimga ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. Intervyuda nima sababdan berdim? To'g'risi, men haqimdagi yomon gap tarqab ketgandan keyin men o'zimni oqlash uchun siz o'sha yerda qolib ketib qoldingiz. Men o'zimni oqlash uchun men o'zi aslida unaqa emas-ku, nimaga yomonlatadi meni degan ma'noda. Keyin ular menga aytishdi, o'sha ayol aytdiki, agar sen dedi intervyu berib chiqsang, haqiqatni aytib chiqsang dedi, Jasmin seni oqlab chiqar ekan dedi. Aniqmasam aniqdi. Keyin men intervyu berdim.
keyin biladigan bo'lsak, keyin men Jasminga aytdim, Jasmin bilan yaqinda telefonlashganmiz, bu mavzuga qaytamiz. Jasmin, shunaqa sen meni oqlashing kerak, oqlamading, gapingga javob bermading, men hech qanaqa bunaqa demaganman deb. Bu ayol Jasminga ham biz haqimizda noto'g'ri ma'lumotlar berib, haqiqat bo'lmagan narsalar yetkazgan. Jasmin ham asl haqiqatni bilmay qolgan. Bizga o'xshab Jasmin ham bilmagan. Men Jasminga hech qachon na sizni, na boshqani, na kimdir odam, ana insonlarni birontasini yomonlayin deb etmaganman. Jasmin ham olib turib, misol uchun men yomonla desam, bittada chiqib turib yomonlab ketadigan holati ham yo'q, misolga. Lekin men mana xuddi shu tema hozir o'sha bitta ayol sizga menga noto'g'ri gapirgan, xuddi shunaqa Jasminga ham noto'g'ri gapirganda u tema. Albatta. Lekin bitta narsaga men hozirgacha javob topa olmayotganim, bu men bilan Shoir Otabekovdagi haqidagi o'rtamizdagi narsa bir-birini Jasmin gapirgani. Abbos aytdi deb gapirilgan. Bu gap qatdan Jasminga yetib borgan, shuni men hali bilmayman. Jasmin bilan. Jasmin agar hozir gapimni tasdiqi, Jasmin u istoriyani 1 soat, 2 soatda o'chirib yubordi. Nimaga? Sababi Jasmin bilan biz telefonda gaplashdik keyin. Men shu paytgacha hech qachon Jasmin bilan gaplashmaganman. O'sha informatsiya chiqqandan keyin haqiqatdan men aytmaganman-ku bu gapni. Bu narsa haqida xayolimga ham kelmagan narsa bo'lgani uchun, chunki qanaqa qilib ustoz san'atkor bu yoqda siz partnyor bo'lib, men bu gapni aytishim umuman to'g'ri kelmaydi. Logikaga. Lekin men Jasmin bilan telefonda gaplashganimda kim aytdi sizga bu gapni? Men aytdi deb. O'sha ayol aytdi dedi. Bo'ldi, o'sha ayolni uladik, telefon qilib uladik-da, ulangandan keyin konferensiyada gaplashyapmiz. Men sizga qachon bu gapni aytdim dedim. Keyin bir marta men sizga aytdim-ku, sizni Jasminga ayttirgan, yomonlattirgan deb aytdi dedim-ku, o'sha paytda ko'rishganimizda men sizni yomonlattirgan. Ochiqcha aytaveraman, o'sha paytda Shoir opa bo'lgan, Shoir opa men chunki iltimos qilib chaqirtirganman, siz guvoh sifatida turing deb. O'sha paytda oxirida qolib menga aytding dedi. Hey dedim, keyin oxirida emas, birinchi bo'lib Nihol opa ketgan. Birinchi bo'lib o'sha ayol ketgan. Keyin undan keyin Shoir opa ketganlar. Men Rustam aka, Otabek aka jurnalist qolgan unda. Keyin mana shunaqa qolgan-ku, nima yolg'on gapiryapsan? To'xta, Rustam akaga aytgan ekansan dedi. Xo'p, to'xtab tur. Rustam akani ham ulaymiz dedim. Rustam akani ham konferensiyaga uladik. Keyin Rustam aka, men sizga qachon aytganman? Rustam aka, men umuman bu gapni aytmaganman, keyin sen ham menga aytmagansan dedi. Bu gapni misol uchun guvoh sifatida men Rustam aka, Otabek aka, Jasmina ham o'sha konferensiyada bo'lgan, ular ham gapirishi mumkin. Men keltirib berdim, bu gapni men aytmagan, bu o'sha ayolning o'zini fitnasi bo'lganligini keltirib berdim. Demak, buni ham o'sha ayol qilgan. Xullas, hamma narsada hozir o'sha bitta ayol chiqib kelyapti. O'rtani buzishga va yolg'on informatsiyalar yetkazib. Xullas, shu bir-birimiz bilan tushunmovchiliklar, mana boshqa insonlar nima manfaatda, nima holda qilgan bilmayman qilib, shu narsa uchun o'rtamiz mana buzilgan. Bu kelmagan. Men borishga imkonim bo'lmas darajada holda yotganman. Shunaqa bo'ldi. Esingizda bo'lsa, Halim opa haqida men xalqimiz ham biladi, qo'shiq chiqarganmiz. O'sha paytda Shoir opam o'zi kelib, ustozlik qilib, bizga analizlar qilib, hamma yoqda o'rgatib turganlar. O'sha paytda esingizda bo'lsa, Shoir opa menga prodyuserlik qiling, ustozlik qiling, qo'shiqlar chiqarmoqchiman. Qo'shiq aytmoqchiman degansiz. U voqealarga ancha bo'lib ketib qoldi, to'g'rimi? Qanaqa qilib menga misol uchun yaxshilik qilgan odamni men shuncha tanib turib, bilib turib, shunaqa gap gapirishim mumkin? O'zingiz uchun ham qarang, o'ylang. Mani 15 yillik radnoy ham opam, ham ustozim. Men Shoir Otabekovning administratori bo'lib ishlaganman. Buni butun xalq, meni eskidan kuzatuvchilar ham, ne только kuzatuvchilar, san'atkorlar ham hamma biladi. Hamma tadbirlarda, hamma joyda biz birga men administratori va meni yaqin opam va men ularning yaqin singlisi bo'lib, shuncha yildan buyon oilaviy hammamizda bordi keldi bilan yurilgan inson bo'lganmiz. O'shanga bu gap so'zlar chiqqanda men вообще hayronman. Endi o'sha ayolga ham kim nima chiqazgan har bitta insonga Alloh bor, Allohga kifoya qilganmiz. Hech kimni yuzi shundoq qolib ketmaydi. Vaqt soati bor, hammaning yuzi baribir ochiladi, haqiqat ochiladi. Shu narsani aytaman. Mana shu voqealardan keyin ota-onam oldida ham men juda yomon bo'lib qoldim. Siz ham to'g'ri tushuning, siz oldingizga to'g'ri kela olmaganim sababi mana shunaqa gaplar chiqib ketgandan keyin ota-onam oldida yomon bo'lib qoldim. Vaziyatga yana ham oydinlik kiritish uchun opam keldilar mana. Assalomu alaykum hammaga. Ko'kosh kim? Ko'kosh 15 yilgi meni administratorim, shogirdim, singlim. Endi 15 yil ichida odam qarindoshdek bo'lib yaqin bo'lib ketadi. Shuning uchun biz hozir hamma narsani gaplashib, kelishib
bildik nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan. Endi men ko'p gapirib o'tirmayman. Men o'zimning xulosami o'zim uchun bildim. Shuning uchun shunaqa bo'xtonlar, shunaqa xunuk gaplar, juda ham xunuk gap chiqdi, video bo'ldi. Men juda ham jahlida edim. Jahlim juda xunuk gap so'z chiqdi. Mayli, ilohim kim gapirgan bo'lsa ham, kim shu narsani tarqatgan bo'lsa ham, hammasini o'zi vaqt soati kelib hamma narsani ko'rsatiladi. Men har doim yaxshilik tarafdoridaman. Hamma narsa chiroyli tugab, bir-birimizni har doim shu uchun tushunmovchilik bo'lgan paytda shu bir-birimiz bilan uzoqlashib, bir-birimiz bilan bo'lgan shu o'rtadagi gap so'zlarni ishonmasdan o'zimiz ko'rishib gaplashib olganimizda shu narsalar bo'lmasdi deb o'ylayman. Shuning uchun endi bundan keyin shu gap so'zlar, bo'xtonlar bo'lsa ham endi stop qilaylik. Iltimos, mana shunaqa gap so'zlarni hech qachon bo'lishini xohlamayman. Xalqimizda ham уже nima deydi? Как sanatkor sifatida aytyapman, уже juda ham joniga ham tegib ketdi shu narsalar. Shoir Otabekova, siz 15 yil yaqiningizning oldida bo'lmadingiz degan kommentariyalar ham juda ko'p kelibdi. Shunga men oydinlik kiritmoqchiman. Shoir Otabekova meni yonimda bo'lgan, meni aynan shu holatim nekroz holatligini shoir opam o'zlarining vrachlari orqali menga bilib berganlar. O'shaning uchun shu aytmoqchiman. Undan keyingi holatlarda bo'xtonlar bo'lgan. Shoir Otabekova men kasal holimda yonimda bo'lgan. Undan keyingi bo'xtonlardan keyin biz 3 kishi bir-birimizga nisbatan har xil yomon xabarlar, noto'g'ri xabarlar yetib kelib, bir-birimiz bilan gaplashmay ketildi. O'shaning uchun hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Omad.